Akalar bizda epika mo'shtamiz. Buni rul chipolni almashtirib beramiz zavodga qilib. Mana endi eskirib ketibdi-yu. Buni oddiyroq variant qilib tikishgan. Biz buni zavodga qilib tikib beramiz. 4 ta chokli bo'ladi o'zi. İşimizni boshladik. Bismillah deb. Mana shu ko'rib turganlaringiz. Knopkalarni yechishdan boshladik. Bismillah ketdik. Knopkasini yechib oldik. Endi bizga mana faqat yozishga kerak bo'ladi. T50 razmeri. Volt bo'ladi. Mana shuni ochamiz. Mana rulimizni ochib oldik. Kabellarni ham ochdik. Endi rulimiz keladi. Sekingina tortsaga. Akalar mana epika rulimizni ochib tashladim. Krishkalari, taylari, ichlari mana. Ko'chalarni ochyapman. Zavodskoy tagiga turgan ekan. Ustidan tikilgan ekan bu narsa. Qo'lni qo'parib tashlaymiz. Eskilarini. Zavodskoyni ustidan ham tiksa bo'ladi. Menimcha zavodskoyni qoldiramiz. Akamiz shuni xohladilar. Xullas, deb narx so'rashadi. Narxni aytganingizdan keyin lekin aniq negativlar bo'ladi. Bizlar narxni aytmasak ham so'kishadi, lekin aytsak ham so'kishadi. Nima qilay deydi-ku, boshimni qaysi yo'lga uray? Qilsang ham yomonsan, qilmasang ham yomonsan. Endi har kimni mana ko'rsam o'ziga insofi. Biza narxni aytishimizning sababi kimnidir shu cho'ntagiga ko'tarsa kelishi mumkin. Ko'tarmasa boshqa joyini o'ziga yarasha yana qidiradi. Variant bo'lsa agar arzonroq joyga mavjud qilar. Mavjud qiladiganlar bor. Shunaqa narxda qilishadi, lekin qoniqmaydi ishidan. Yaxshi ustani topish qiyin hozirgi kunda. Usta ham ko'paydi, texnika ham ko'payib ketdi. Bizda ham kamchilik bor. Kamchilik odamning o'zi yo'q. Hammada ham kamchilik bo'ladi. Mana deganiga bor. Kamchilik bu dunyoda yo'q. Mana foydasi. Mana ahvoli. Endi mana shunaqa 4 ta choklarni ochib qilib beramiz. Zavodskoyday bo'ladi. Ustidan ham qilsa bo'ladi, polni tozalaymiz. Mana bu joylar bor, zavodskoy mana kirgan joylarni kesib tashlaymiz buni. Sababi qalinlik qilib qoladi bu. Keyin yaxshi joyga o'tirmaydi mana shu kirishkalari. Shu sabab buni olib tashlash kerak. Lishnasi kerak emas. Mana bu foydasi. Original nafaq deydi buni. Bir xil qilib mana shu zavodskoyday qilib beramiz. Akalar rulcha nima deyapti? Bo'ldi rulimiz. Son faqsak bo'ladi. Joyga qo'yamiz. Xudo xolasa. Mana. Ko'rsatdim qanaqa ideal darajada chiqdi. Xudo xolasa endi sinf qilib beraylik. Kecham ketdi. Mana akalar rulimiz ham bitdi. Ideal qilib tikib ustanovkani qilib qo'ydik. Akamiz yana keladi, mayda-chuyda mana shu ishlari uchun polni salon qismini mana shu yo'llarni akvaprintlarni almashtirib beramiz. Mashinamiz juda ham skromgina radnoy holatiga. Tablo nima deyapti tablosi? Juda ham zo'r. Epikani bilgan biladi, lekin juda ham yaxshi mashina. Xullas, rulimiz agar yoqqan bo'lsa bitta like bosishdan chiqmasin.